Bismillah. Bugun sizlarga hamma joyda ommalashib ketgan, hamma qiziqib yurgan trading haqida tushuncha beraman. Bu narsa o'zi asli nima? Bu savdo faqatgina onlayn bozorlarida. Buni ichida siz xuddiki ko'chada bir narsani olib sotgandek olib sotishingiz mumkin bo'ladi. Va ba'zi bozorlari bor. Bu esa qimor bozorlar hisoblanadi. Unda siz hech narsa sotib olmaysiz, unga pul tikasiz. Mana shu sifatdan siz halol rizq topmoqchi bo'lsangiz, avval halol yo'lini o'rganib, keyin bozorga kirishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi masala, halol va harom qanday ajratiladi? Mana bu narsalar coinlar yoki aksiyalar faoliyatiga qarab. Ya'ni unda shariatga zid bo'lgan narsalar bo'lsa, bu narsaga ahli ilmlar harom deb hukm beradi. Agarda shariatga zid narsa bo'lmasa, mana shunga halol hukmi beriladi. To'yinki bir narsani hukmi chiqmadimi, biz ishlashligimiz joiz bo'lmaydi. Endilikda men sizlarga trading haqida qisqacha darslar o'tib boraman. Misol, shamlar haqida, markaz struktura, ya'ni bozorda yo'nalish haqida va zonalar haqida. Zonalar qarshilik bo'lsin yoki qo'llab-quvvatlash zonalari bo'lsin. Mana shu narsalar haqida qisqacha tushunchalar berib boraman. Bizni kuzatishda davom eting.